Assalomu alaykum aziz uzum ishqibozlari. Hop. Biz uzumlarimizni juda ham ko'p pishirib olibmiz. Mayiz bo'lishga tayyor bo'lib qopti. Ishi bilan bo'lib qarolmay qopti. Endi bu uzumlarni uzish harakati endi mana duvarey qorayishni boshlabdi. Pishib bu uje qorayibdi uchlari. Проблажение bu. Aziz do'stlar, bo'lmasa biz boshladik sizlarga har bir uzumni sortlarini ko'rsatib o'taman. Qanaqa pishgan, qanaqa holatda bir qator ko'ringlar. Qani bo'lmasam boshladik. Do'stlar, biz uzumlar pishib, mana o mersimiz hali pishib ulgurmadi. Hali dadil pishgani yo'q merslar, lekin mana ketmon sopi uje pishib bu mayiz bo'lishni boshladi. Uzadigan payt ekan. Mana bular uje mayiz olishni boshladi mana. Uje mayiz bo'lishni boshlagan uje. Bu anigan emas, mayiz bo'lishni boshlagan. Bunday ko'rsanglar mana. Mana uje mayiz bo'lishni boshlagan bular. Проблажениyaning mana ikkinchi duvarega pishdi mana. Mana aziz do'stlar, duvarey mana shunaqa bo'lib pishdi mana uje uchi qorayapti. Bu qorayishi mayiz bo'lishni harakatini boshladi degani. Hop, kattasini uzdik, olib kirdik. Endi uni uzilgan holatini hozir sizlarga ko'rsataman. Hozir mana avatarimiz. Avatar uzumimiz qanaqa holatda mana. Mana do'stlar, avatarni mana shudan uzishni boshladik. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganinglardek bashmallag'im bilan solishtiradigan bo'lsak, avatarni yaxshi mazasini ko'raylikchi qani. Mazasiga gap yo'q. Aziz do'stlar, ichida danagi yo'q. Mayiz qilsa juda zo'r bo'ladi bu. Maqtash emas, haqiqatda zo'r ekan mazasi. Mazasi juda ham shirin, yaxshi ekan. Yaxshi pishirib turib buni mayiz qilgani ilib qo'ysa bo'lar ekan. Mana. Bu birinchi yili hosili. Mana bu bilan mana bu avatar bunimiz, demak xudo xolasa keyingi yilga juda zo'r bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, ho, yoqqacha ketgan. Darshi bu yog'i mana yoqqa chiqib ketgan. Hop. Bu yilgi hosili bo'lmeni yaxshi. Mana aziz do'stlar, avatarimizning hosillari ko'rib turibsizlar. Mana barmoq bilan farqi. Uzunligi zo'r. Hosili yaxshi hosil, katta zo'r ekan. O'zimizning uzumlardan zo'r. Bunisini ko'rsanglar mana uzun bo'lgan. Lekin kindigi yo'q. Bitta uzumda, bitta shaxda bitta ulanganda meva qilgan. Mana bunisida kindigi yo'q. Uzunchoq. Bunda kindigi bor. To'ntoq. Ajoyib ekan mana uni kindigi yo'q. Bittani mevada turibdi mana, bitta hosilda buni kindigi bor, buni kindigi yo'q mana. Mana buni kindigi yo'q. Uzun bo'lgan. Mana kindigi bor, to'ntoq bo'lgan. Bashmaldag'i bilan teng turibdi mana. Bashmaldag'i bilan teng turibdi yo'g'onligi. Xudo xolasa buni 2027-yilga ko'chatlarni qilamiz. Hozir ko'chatlarimiz bor ozmoz. Xudo xolasa ko'paytirib qo'yamiz. So'raganlarga bergani, xudo buni ham sotishni niyati bor.